Assalomu alaykum, Yakubov House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Bugun Man servis yandamiz. Toza Novostroykan 9 qavatli Novostroykan 9-qavatida 87 metr kvadrat 3 xonali chiqdi, ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixожий zona, shuningdek katta tushgan. Uglovoy prixожий mebel полный sig'adi. Bu yerimizda zal, yakilla, eshiklardan bir ko'rib o'tali. Chiroyli bir lustralarni qo'yibdilar, konditsionerlar. Yakilla sразу ko'chani bir ko'rsatib bering. Bunda qirg'izyapni charraqasi, bunda Man servis. Shuni yonindagi domda. Kvadrati вообще zo'r, 87 metr kvadrat. O'ta darajada katta tushgan. Yakilla bu taraflarni fonda qoldirganni sababi bor ekan, bunda yosh bolasi bor ekan. Hozir adam o'zini yakadon oboyda, o'zini yakadon ditda remont qilib bersa bo'ladi, o'ylab yopishtirib, bu yerda yana rakovina. Bu yerimizda samozyol. Водонагреватель. Hamma narsalar sig'ib turibdi, kir mashinasi sig'ib turibdi. Kattaligini gap yo'q. O'ng qo'limizda kuxnyamiz. Kuxnyamiz kattaligini ko'ringlar. Mebellar полный sig'ib turibdi. Bu tarafdan ham bir ko'rsatib beramiz. Yana kattalik. Bu yerimizda детский spalniy. Kvartiraning kvadrat katta bo'lgani uchun xonalarni ko'rib turibsizlar, katta tushgan. Bu yerda ota-onalar spalniysi. Bu yerdan ham bir ko'rsatib beramiz yana. Qirg'iz yoq tarafga qarab turibdi bu taraf. Yakilla shu kvartiramiz sotiladi. Primoy egadan hozirgi aksiyada bo'lib turgan kvartiralardan endi aksiyada ham Primoy egadan besplatni chiqarib bertiribmiz reklamalarni. Pastdagan nomer bo'ladi. Narxini qarang, narxi вообще ajoyib. 495 million chut xayrdan kelishlar yeri bor ekan. 140 million krediti bor ekan, uni yopib beradi ekanlar. Hamma vaqtdan aytib o'tadigan yerim, bir rolikdan aytib o'taman. Yakubov House orqali bo'lib turgan, Primoy egadan bo'lib turgan uchun dokumentlari e'tiborli bo'lasizlar. Kvartira yoqqan bo'lsa, bir like bosib, kommentariyada izohlaringizni kutib qolaman.